Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anglatamiz. Voy qandoq qilay, mening qizlarimni naladi. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdi qandu. Nima kunlarni ko'ryotdi qandu. Ben her qaysini pek obdan bilaman. Chechini parqirtib tarashib olganing bilan insof yo'q senlarda. Onam meni, dadam meni. Nemishqa orzulabdiki. Mening bundaq bo'larimni nemishqa o'ylamabdiki. Ben insan his tuyg'usining, hayotining, tafakkur va ijodiy taraqqiyotining ne kadar güzel, qimmatli ekanligini cho'nqur his qilardim. Kishilik hayot, baxt va baxtsizlik, o'lim haqida, inson ruhining ne kadar ulug' va tangdoshsizligi haqida taysiz xiyollarga cho'mildim. Shuning bilan bir vaqtda hikoya avtorini go'zal bir qiz sifatida ko'z oldimga keltirdim va uningga g'oyibona oshiq Mahliyo edi. Uni izlab tepish, uning aql parasat chaqnab turadigan ko'zlariga qarash, uning pichirlashlarini anglash, uning yurak so'zlarini izhor qilish ishtiyoqida o'rtanatdim. Reallik qo'yniga qaytib kelganimda bo'lsa, bu xiyollarimdan kulatdim. Avtorning tizimlikdagi ko'nicha, hatto sal surlik angladigan ismini xiyolimda umidsiz takrorlaydim. İkinci hikoya yil oxiridagi asar baholashda birinchi darajalik mukofotga erishdi. Avtor suhbat yig'inig'imi, mukofot olg'ilimi kelmadi. Oxir mukofot buyumlarini o'zim olib bermoqchi bo'ldim. Men pochta adresi bo'yicha avtorning xizmat o'rnini izlab topdim. Darvoza tubida menga tunji bo'lib yo'liqqan bir yigitdan uning ishxonasini so'radim. Yigit dal uning bilan bir ishxonada ishlaydi ekan. İkimiz birga ketayotganda u xizmatdoshining hikoya yozganligini, hatto hikoyasi mukofotga erishganligini anglab hayron qoldi. Ondan bo'shqini isqirtib, "Pa, o'sha Jamoliddin akani demsiz? Bu buvayning mundaq karomati borligini ajab anglamabdi ekanmiz. Faqat anglamabdi ekanmiz" deb ketdi. Yigit meni ishxonaga boshlab akirib, to'rdagi o'rinda qandoqdir jadvallarni to'shqizib o'ltirgan, Çaşları oppoq oqargan er kishiga tunishtirayotgan chig'ida men u kishining chiroyiga zan qo'yib qarab turdim. U oq seriq, uzun yuz, qanşarliq, sal jimg'ur ko'rinadigan odamkan. Asrning birinchi darajalik mukofotga erishganini anglaganda xushalligidan qizdirib, hayajonlanib ketdi. Menga uning ko'zoynigining orqasidan g'amkin ko'zlari yoshga to'lgandek ko'rindi. U ko'zoynigini ilib surtgash menga: "Rahmat ukam, o'zimning ham avtorning nomidan sizlarga rahmat aytaman. Sizlar bu ishning biz uchun, bo'libmi hikoya avtori uchun ne kadar ahamiyatli ekanligini tasavvur qilolmaysizlar" degan chig'ida uning ovozi bo'g'ilgandek bo'ldi. "Hikoyaning avtori siz emasmi?" taqozolik bilan so'radim. "Albatta men emas." Amsi o kishi Jamoliddin akaning hissiyatchan chiroyi birdil ilgaki surlik, jimg'ur holatiga qaytdi. U jadvallarni qo'liga elib, menga ko'zoynakning ustidan qaradi. "Xafaolmang inim. Bu maxfiyatlikni oshkorlash mening qo'limdan kelmaydi. Chunki bu uning talabi. Siz nima qilayotganligingizni bilamsiz. Bir avtorni o'zi erishishga tegishli nurg'un narsadan mahrum qilyapsiz. Siz shuni bilamsiz. Nurg'un kishi uning bilan tanishishni, so'zlashishni orzu qiladi. Bu oson gapmi?" "Men bu shundoq o'ylayman. Biroq bu mening ixtiyorimdagi ish emas-da.
men ümidsizlik ichida qaytdim. Lekin ümidsizlik ichida menga tasalli bo'ladigan yana bir tarafi bor edi. U bo'lsa-mu maqola avtorining bu sirlik odam emas bo'lib chiqqani. Lekin u noma'lum avtor nima uchun o'zini oshkorlashni xohlamaydigandi? U xuddi bulut kayniga yoshiringan oydek o'zini qachongacha yoshirib qoladi. Dunyoda yeshilmaydigan sir, oshkora bo'lmaydigan maxfiyatlik bormi? Bir necha kungacha xilma-xil paraz va tasavvurlar qaynamida uzib yurdim. Balki u tarixdagi asli salohiyatini oshkorlashni xohlamay, har xil taxalluslarda ajoyib asarlarni yozib qoldirgan hukmdorlardek. Oshkora o'ttirg'i chiqishni xohlamaydigan bir katta arbobdu yoki aql farosat, bilimda kamolatga yetgan, ammo intayin sad ayoldi. Va yoki u asarlar qaysi bir ma'lumotchilik yillarda yashab o'tgan bir nomsiz adibning mirosi bo'lib, qandaqdir sirliq yo'llar bilan bu kishining qo'liga tushib qolgandi. Men bu tasavvurlarimni inkor qilatdim va orqadan texmi boshqacha va ajoyib g'aroyib xiyollarga cho'kib ketatdim. O'zimcha bu sirni yashmay qo'ymayman deb iroda qilatdim. O'sha yili qishda men xuddi razutchikka o'xshash bir necha qatim buvayning orqasiga tushib, toki uygacha bordim. Yuqori graduslik ko'zoynak taqaydigan bu odam sal muhchiyib, xiyol surib mang'atdi. Doim uyining do'qmushidagi kichik bozordan go'sht, ko'ktot, non sotib oladi-da, beg'i bir necha yerdan ulangan kuni so'mkisini ko'tarib, org'inlik bilan o'zi turishliq binoning qorong'u eshigiga kirib ketadi. Men bir bola boqquchi ayoldan uning 4-qavatda o'ltirdiganligini, ayoli burilib o'lib ketganligini, bolalarining hammasi sirtda xizmat qiladigan va o'qiydiganligini bilib oldim. Qaraganda bu oiladagilar atrofdagilar bilan ancha quyuq aralashmasi kerak. Bola boqquchi uning necha bolasi borligini, bolalarining qiz yoki o'g'illigini aniq bilmaydi ekan. Bir qatim men yiroqdan uning uyining pardalari tushirilgan deraza balkonlariga sapsilib o'tib, deraza pardasining bir burchiga sal ko'tarilib turganligini sezdim. O'sha burjakdan go'yo tatrang'u, sirliq bir chiroyning tikilib turganini ko'rgandek bo'lib, o'diqinimdan ikki ko'zimni chatga oldim. Bir pasdan keyin o'zimni to'xtatib olib, qayta qarg'animda boyaqi ko'rganlarimdan asar qolmagan edi. Ajaba bu xiyoliy tuyg'umidi? Biroq o'sha g'ova tatrang'u chiroy, tikilib turgan sirliq ko'zlar xiyli kunlargacha ko'z oldimdan ketmadi. Men bir amal qilib Jamoliddin akaning uyiga ziyoratga berish ko'yida yurgan kunlarimda yosh bir havaskorning xatini topshirib oldim. Havaskor qiz xatida Ormon taxallusi bilan e'lon qilinayotgan asarlarni intayin yoqtirib o'qiydiganligini, avtor bilan tanishishni orzu qildiganligini aytib, uning adresini aytib berishimni talab qilgan ekan. Odatda tahrir bo'limimizga bunda xatlar ko'p kelib turdi. Kitobxonlarning hamma talab orzularini o'rindab bo'lolmag'achqa, odatda bunda xatlarga ancha parvoma qilib ketmaymiz. Biroq xat menga tepilg'usiz fursat yaratib berdi. Men xatni yonchuqimga silib, bo'lim boshlig'idan ruxsat so'radim-da, yotoqqa qaytib bir pas javob dindim. Texi atigan yangishlagan oq ko'nglikni silib etib, yangi olgan yo'lliq yipak ko'nglikim bilan bo'rak yaqiliq chaqmoq popaykamni, ustiga o'zimga intayin yarashadigan qo'ng'ir xurum polishopkamni kiydim. Batinkamning rangi chopinimning rangi bilan mos edi. Qo'yuq, qop-qora chichim xuddi hozir yug'andek porqirab turardi. Men kichik aynakka oxir qitim qarab, bo'shqini bir isqirtdim-da chiqib ketdim. Bu bosh bahorning illiq bir kuni edi. Ko'chada uchirg'anligi kishilar menga qarab kulimsirayotgandek. Mening yosh, sog'lom tenimga, xushalligimga havas qilayotgandek. Menga omad tilayotgandek to'ylatdi. Nemishqidir o'zimcha hayajonlanib, yonchuqimdagi xatni tutib qo'yatdim. Men ko'chlarni oldirmay aylanib, oxir menga ajoyib sirliq bilinadigan, ham meni o'ziga jalb qiladigan o'sha uyning oldiga keldim va eshikni chakdim. Eshik xeylig'icha ochilmadi. Qaytmoqchi bo'lib kaynimga burilishimga eshikning orqasida shipirlagan ovoz anglanib, shalong chochlari paqpaygan, ko'zoynaksiz xira ko'zlari yashang'irab turgan Jamoliddin aka eshikdan beshini chiqardi. U meni ikkilinib turib,
hatto xohlamayotgandek alpozli uyiga taklif qilib etib, ko'ndirgan paxtaliq pinjigining yanchuqidagi ko'zoynakini ilib taqib oldi. Ikkimiz uyning o'ttirsida bir-birimizga qarshib turib qoldik. Katashchi ko'ngligining yoqasini bo'g'izlig'icha tugmilib olgan bu odam umrida mehmon kutib boqmagandek, ikki qo'lini kerib, aloqzodlik ichida birdam qarab turdi-da va o'rnidan tukrigini yutib o'tib tasdi. "Marhamat, qani o'ltiring", dedi. Men o'zimning beabchaqda kelib qolganligimni his qildim. Qoida bo'yicha xo'shlashib chiqib ketishim kerak edi. Ammo qandaqdir bir qiziqishning turtkisida undaq qilmadim. Qisqacha salom soatdan keyin Jaloliddin aka o'zri aytib, to'rdagi ishga hem etilgan bir uyga kirib ketdi. Men o'zimni tamkin, ozod tutishga tirishib, intayin oddiy saramjallashtirilgan pokiz mehmonxonaga ko'z yugurtdim. Meni dastlabda qiziqtirgan narsa tomdagi aynak ramkaga ilingan surat bo'ldi. U Jamoliddin akaning ayoli va bolalari bilan tushgan surat ekan. Yillar rahimsiz. Uning rasmdagi oshu chiroyli yasangan, kelishgan, qomatlik er kishini qandoqlarcha bugungi Jamoliddin akaga aylantirib qo'yganligi kishini tang qoldirdi va ixtiyorsiz hasratga soldi. Jamoliddin akaning ayoli kang, oppoq peshonalik, cho'lpon ko'z, mehri issiq ayolkan. Uning sus xiyol pardasi va oniliq mehr o'rab turgan go'zal chiroyi menga kichikimdan tunishdek. Go'yo men uning oldida cho'ng bo'lgandek yuragimga yaqin tuyuldi. Er ayol ikkisining oldida qaraqash bir jup o'g'il bola bilan ko'zlari onasiga o'xshaydigan oq ko'ngillik chiroyliqqina bir qizmi bor edi. Baxtli oila, baxtli chaqlarning yodnomasi bo'lgan suratga qarab, bugungi Jamoliddin akaga chin qalbimdan echindim. Qaraganda u hozir bularning hammasidan mahrum holda yakki yigani yashayotgandek qiladi. Uning o'g'illari nadidir? Umoq qizichi. Jamoliddin aka ishga mahkam etilgan uydan qaytib chiqdi va meni yana bir qitim yolg'iz tashlab oshxonaga kirib ketdi. U choy damlangan chaynakni ko'tarib chiqqanda men uning o'zini xeyli tutib olganligini sezdim. Men oldimdagi choydan o'tlag'ach muddoyimni qisqacha bayon qildim va yonchuqimdagi xatni berdim. U xatni astoydil o'qidi. Ta'sirli so'z jumlay kelganda ovozi ixtiyorsiz ullik chiqib ketadi. Qo'llari bilinar-bilinmas titraydi. Xatni avtorga berib qo'ysangiz, buningdan keyin bunda xatlar ko'payishi mumkin. Aras. Bir necha kun ilgari yozuvchilar jamiyatidagilarmi telefon berib, Armanning kimligini surishtirdi. Yozuvchilar jamiyatiga a'zo bo'lsa deydi. Endi nim deysankin degandek uning ko'zlariga tikildim. Rahmat inam. Ko'ngil bo'lganingizga, yordamingizga rahmat. Mening ham avtorning nomidan, mening qo'limdan keldigini shular. Avtor hozircha teg'i oshkora o'tirib chiqishni xohlamaydi. Oldingizda intayin xijolatman. Meni tushuning. Undaqda avtor hozircha ma'lum sabablar tufaylidan o'zini oshkorlamaydi. Ammo keyincha oshkorlanib qolishi mumkin. Sizningcha shundaqmi? Shundaq deyishga bo'lar. Oramizdagi sukut xeyli uzoq davom qildi. Jamoliddin aka parishon qiyofatda yerga qarab jimmida o'ltiradi. Turqi go'yo kishiga so'zing tugagan bo'lsa yo'lingga mangmamsan deyotgandek tuyuladi. Men o'ng'aysizlik ichida uning bilan xo'shlashdim. U do'stonlik bilan nurlarimni quchoqlab, meni ittirib degidek eshikdan chiqaribdi, ham faqat shu chog'da uning chiroyida men azaldan ko'rmagan kulki paydo bo'ldi. Nima degan g'alati odam bu, ha? Men palampaydan tushib ketib etib, cho'nqir xiyolga cho'kdim. Binoning oldidan sal yiroqlashganda biri kaninga qaro degandek darhol burilib 4-qavatning pardalari tushirib etilgan derazasiga qaradim. U dal hiliqi eshiklari hem etilgan uydi. Men u yerda tikilib qarab turgan bir jup ko'zni ko'rdim. Rostilla ko'rdim. O'tgan qitimqidaklar vujudim larziga kelib, yurak so'qishim tezlashdi. O'pkam og'zimga tiqilib qolgandek bo'ldi. Ammo bu qitim ko'zlarimni yutgimidim. O'sha bir jup sirliq ko'zga. Agar u rostli insonning ko'zi bo'lsa, tikilib turaverdim. Parda asta tushib ketdi. Shuningdan keyin qaytib ko'tarilmadi. Men u yerda qanchalik turganimni bilmayman.
Yataqqa qanday qaytib kelganimni bilmayman. Atigini uyg'onib, kallamni tutib o'ltirib ketdim. Men nima bo'ldim? Elishib qoldimmi nima? Mening farazlarim o'rinliqmi? Mening ko'zimga ko'ringani xiyoliy tuyg'umi yoki? Men birdilla jimg'ur, terikkel bo'lib qoldim. Kun sayin o'zgarib turadigan, notanish odamlar va mashinalar bilan to'lgan ko'chalar ko'zimga yot, sovuq ko'rinadi. Ishxonadagilarning qizlar to'g'risidagi chaqchaqlari tishimni qiyirishtiradi. Jahonning buzilib ketayotganligi, odamlarda insof, nomus deganning qolmayotganligi, qalam haqqining tuvanligi to'g'risidagi qaqshashlar, telefonning to'xtamay jiringlashlari, apandilar xonimlarning gapni ezib uzoqdan uzoq so'zlashib ketishlari meni bizar qiladi. Bir oqshom yoki bir atigandila 10-15 she'r, 5-6 parcha hikoya yozib o'tadigan. Bir tahrir bilimiga avatibla orqadan suylab bosh og'ritadigan. U yer bu yerdan ko'chirib, terib to'shab, bir 2 parcha asar e'lon qilibla asar e'lon qilishga xumor bo'lib qolgan va butun kuchini muharrirlarga yaxshiroq bo'lishga sarf qiladigan ba'zi avtorlarning xushamatli chiroylari g'azabimni qo'zg'aydi. Men shundaqlarning biriga: agar sizning yozganlaringiz she'r hisoblansa, san'at ilohiy Mosi o'zini o'ltirib olgan bo'ladi, dedim. U kishi toza bir umid bo'lib, orqadan qoqoqlab kuldida gapni chaqchaqqa o'rdi. Bartkam darhol uning yenini elib, uning go'zal, fasohatli misralaridan bir nechini tizib maqtab berdi. Uning bu maqtashlarining heliqi go'zal, fasohatli misralardan ko'ra uyga kelib turadigan gul qoqlog'i qartilganligi hammamizga ayon edi. Shu kuni Bartkam menga tezroq o'yinib ol deb nasihat qildi. Bo'lmasa, mushu peti ketaversam, saram bo'lib qolg'dakman. Demasam, mushu kunda menga jahonda yaxshi odam qolmagandek. Hamma odamning boshqalar o'qmaydigan qandaqdir razillik, shumliqlari bordek tuyuldi. Tunji ko'rishganda Jamoliddin akani ajoyib oq ko'ngil, oliyjanob odamkan deb o'ylagan edim. Uyga qilgan ziyoratdan keyin ilgirki qarashlarimning put tasab turolmaydiganligini his qildim. U endi menga tegiga yetkili bo'lmaydigan sirliq ishlar, allaqachon suiqasdlik planlarning ishtirokchisida ko'rinadigan bo'ldi. Ishga hem etilgan uy, pardasining ko'tarilgan burchigidan tikilib turgan sirliq taturang'i chiroy, Jamoliddin akaning nimanidir yoshirib, nimadandir cho'chib andikib turishlari. Bularning heliqi asar va uning avtori bilan munosabati bormidi? Men bu gumonlarimni xiyolimdan chiqarib o'tolmadim. Biroq bu gumonlarimni isbotlashga amalsiz edim. Qaraganda hammani vaqtning ixtiyoriga tashlab, kunlarning birida hamma ishning oshkorlanib chiqishini kutmakdan boshqa yo'l yo'q edi. Granit haykal quyoshning o'tdek harorati, guldirmama chaqmoq ostida, qor yomg'ir bo'ron chapqinlarda bog'an seri suzilib yaltirab ketibdi. Kishilar uning tangdoshsiz go'zal bir qizning haykali ekanligini his qilishibdi. Yo'lovchilar uning ostida sagidab orom oladigan bo'pti. Sonsiz ushshoq jondorlar uni panoh tortibdi. Uning mo'risiga ko'k so'zilgan qo'llariga jannat qushlari kelib qo'nibdi. Demak, u yolg'iz qolmabdi. Uningga kech kunduz hamroh bo'ladiganlar, uni yaxshi ko'radiganlar bor ekan. Bu yerdan o'tgan bir rassom, bir tikkuchi va bir dog'on uni tirildirmoqchi bo'pti. Rassom uning qosh kirpik chochlaridan putining tirnoqigacha bo'yab, tirik odam holatiga keltiribdi. Tikkuchi uningga eng esil kiyimlarni tikib kiydiribdi. Dog'on hamma sehri qudratini ishga silib, uningga jon ato qilmoqchi bo'pti. Biroq ularning hamma tirishchanliklari bekorga ketibdi. Uni faqat pok va cho'nqur muhabbatli yurakdan chiqqan bir tomchi yoshli qutqiza oladi ekan. Sentabr oylarida 3-hikoyani topshirib oldim. Orqadilla Jamoliddin akaning telefonini oldim. U meni uyiga taklif qildi. Buning bilan pastga tushib qolgan razutchilik havisim yana avjiga chiqdi. Bu qitim qandoqlik qilib bo'lmasin, bir yeb uchiga erishmay qolmayman deb o'yladim ichimda. Kutgan shanba kuni men eshik tuvidan Jamoliddin akaga qarab bir pas tangriqib qoldim.
bugun u soqol burtlarini pokiz qirgan, qordek oppoq ko'nglak, qir chiqirib dazmollangan kang sarji shim kiygan. Chiroyda xushxuyluk, samimiy kulki yaltiraydi. Manga hatto uning judangi chiroyiga ostila qon yugurib qolgandek bilindi. Uzoqdan beri siz bilan ozoda o'ltirib mungdashqin bor edi. Ishlayotgan chog'larimda vaqt chiqara olmay, mana endi pensiyaga chiqdim. Qarasam, kunlar o'tib ketyotdi. Dam g'animat, didor g'animat deydigan gap bor. Garchi tayyorligim degandek bo'lmasa-mu, bir piyola chiyimga daxil bo'lsin deb chaqirdim. Ayibga buyurmaysiz, deb o'zir aytdi Jamoliddin aka. Voy, pensiyaga chiqib oldingizmi? Qutlashga arziydigan cho'ng ishkan. Bilgan bo'lsam, quruq qo'l kelmaskanman. Shundaqdimi muborak bo'lsin, dedim men chin hesdoshlik bilan. Uningsizmi ko'p yordam qilyapsiz, ukam. Rahmat. Men chiroyli gap qilishni bilmayman, ammo sizning oliyjanob yigit ekanligingizni bilaman. Men sizni bir ko'rib, gap so'zingizni birla anglab tushungan. Mo'sha ishimga kelganda o'ylab baqsam, bu dunyoda odam bilan odamning tushunishidan qimmatli bir ish yo'q ekan. Rostini aytsam, o'sha hikoyani boshqa matbuotlarga avatgandim. Hammasi suvga tushgan toshdek cho'kib ketdi. Hech bir sado yo'q-da. Oxir siz bizni tushundingiz. Qani, tunji romkini tushunish uchun ko'tarib o'taylik. Jamoliddin aka o'z qo'li bilan qo'rg'an tamlik qo'rimlar, esil haroq, ma'nilik ham samimiy suhbat bilan xeyli ko'p ichib qo'ydim. Necha vaqtdan buyanqi xilma-xil gumon, andishlarim go'yo sahardagi tumandek birdil tarqilib, qalbimni illiq bir sizim cho'lg'ib oldi. Men bu dunyoni Jamoliddin akadek sof tabiatlik ma'naviy hislatlarga boy kishilar bo'lganligi uchunla yaxshi ko'raman. Odati qarsa dag'dug'isi, davring yo'q. Turmush halakchiligida chepib yurgan oddiy kishilar. Ammo bir kunlarda ularni tushunganingda ruhiy dunyosidagi boylik va go'zallikdan ko'zing qamishidi. Sen ularning turmushi, mijoz xulqi, fazilati, kechirmishlarini tushunib olaysan. Tumurda sap uyg'urqini jo'sh urib turgan bu odam hayotida bek ko'p narsaga erishibdi. Shundaqla texmi ko'p narsadan mahrum qolibdi. Ammo beshidan kechirgan shuncha ko'p issiq sovuq uning tabiatini o'zgartirmabdi. U go'dak vaqtlarda bir kuni kechasi saqili qordek oqargan buvisi bilan dadasining tutib ketilganligini ko'ribdi. Ular shu peti qaytib kelmabdi. Jamoliddin aka buvisi va dadasining vasiyati bo'yicha harmay talmay ilm ma'rifat egilibdi. Dunyoga vijdon, aql ko'zi bilan qaraydigan yigit bo'lib yetilibdi. Biroq uning beshiga baxtsizlik kelibdi. 50-yillarning oxirida u bir eg'iz rost so'zi uchun 10 necha yil turmada yetibdi. U turmadimi har qanday fursatni qo'ldan bermay o'rganib, xanzu tili bilan rus tilini pishiq egallabdi. Hatto she'rlarni yozibdi. U 35 yoshida turmadan chiqibdi. To'y qilib 3 farzandlik bo'pti. Ammo uzoq o'tmay ayoli saqaymas kasalga giribtor bo'lib qopti. Undaqda bolalaringizcha ular cho'ng bo'lib ketgandi. Men uni azobli xiyollardan tortib olish maqsadida gapni boshqa yoqqa bordim. Bolalaringizdan siz shundoq. Ular cho'ng bo'lib ketdi. Cho'ngning 2 bolasi bor. Ikkinchisi mo yangidan xizmatga chiqdi. Kichiki oliy maktabni bitkizish oldida. Mana 3 bolasini qatoriga qo'shibdi. Xushal bo'lsa bo'ladi-ku. Nemishqidir tamakini qattiq sho'rab, nunlab o'tirdi. Uning kayfiyati menga ta'sir qildi. Ikkilimiz eg'ir xiyollar ilkida xeyligacha o'ntinsiz o'ltirib ketdik. Jamoliddin kam tuyuqsiz ko'na, nunliq bir naqshini qop baldilla boshlab aytishga boshladi. Nemanchi qiynaysan, olam shumul shartlar qo'yib. Voy dardlarimning dastidan o'lsin dedingmi muhchiyib. Ikkimiz birdan olatog'il tovlashdik. Oshxondan dumini tayyor bo'lgan poloning mazzilik yedi kelishga boshladi. Jamoliddin kam o'rnidan turib oshxonaga kirib ketdi. Yolg'iz qilib yana atrofga ko'z yugurtishga boshladi.
Bugun to'rdagi hujur uylarning eshigi ochiq edi. Asta o'rnimdan turib, derazasi yo'lga qaraydigan heliqi uyning oldiga bordim. U odatdagicha yasalgan chaqqong'ina hujur ekan. Deraza pardasi yergacha silinib turdi. Ko'zimga go'yo g'oyibona bir qo'l deraza pardasini salgina ko'tarib turgandek ko'rinib, yuragim og'zimga tiqildi. Ko'zimni yumib, yuragimning gup-gup qilib so'qqan ovoziga quloq solib bir pas turdim. Bo'longdagi pas ishkapning ustida bir albom turibdi. Berib qo'limga oldim. Albomda 5-6 parcha suratlar bor edi. Qaraganda kimdir birining biri sayohat rayonida yolg'iz tushgan suratlardek qilibdi. Shug'unisi hamma suratlardagi odam o'yutilgan bo'lib, faqat orqa ko'rinish. Qarg'ayliq tog', yovgullar ichilib ketgan o'tliq. Yo'g'on tashlar orasidan eqiyotgan soy suyi qatorliq manzarlar bor edi. Kimning suratlaridir? Ularni kim buncha bo'lib vayron qilib o'tgandi? Bu suratlar xuddi 1,5 yildan beri men izlayotgan, ammo yeshalmayotgan sirga o'xshaydi. Kimdir birining tevishi, tiniqi, hatto yurak so'qishtirgichi his qilib yetgandek bo'lsan-u, texmi ishkirlab izlaganingda bir parcha bo'shliqni ko'rasan. Leganga usulgan poloni ko'tarib chiqqan Jamoliddin kam qo'limdagi suratni ko'rib sal tangriqgandek bo'ldi va darhol kuldi. Navrlarimning qilgan ishini ko'rdingizmi? Bir-biridan kapsizdan ha? Bakmi afsunarlik ish bo'pti. O'zingizning suratlarimidi? Yo'q, shundaq. Meningti. Qaysi bir yili idoradan sayohatga chiqqanda tushgan. Uning yana nimanidir yoshirayotganligi aniq edi. Tamoq orliqida u mendan ota-onamni so'radi. Men ota-onamning oliy maktabning o'qituvchisi ekanligini, pensiyaga chiqqandan keyin birlashib Uyg'ur tili haqida kitob yozganligini, biroq nashr qildirmaganligini. Bir necha yilning oldida chet elga sayohatga chiqib qaytgandan keyin birdilla o'zgarib qolganligini, opamning oppoq oqarib ketgan sochlarini qip-qizil bo'yab yoshirib, sho'xlashib ketganligini, dadam ikkisining pot-pot billa o'ltirib aroq ichib, kechichi naqshlarni aytishdiganligini aytib berdim. Bu gaplarni men hozirgacha biriga tinib boqmagan edim. Jamoliddin kam so'zimni berilib anglab, zo'qinib kuldi. Ota-onangiz talaylikkan. Yaşangandamı bir-biriga qarishib o'ltirib, balliq vaqtlaridan tortib bildigan naqshlarni billa aytish hamma odamga nasib bo'lavermaydi. Biroq menmi o'z holimdan zorlanmayman. Men mushunchalik vaqtimda pensiya turmushimning erkinligidan to'liq zo'qinlayman. Pat arda sayohatga chiqib ketaman. Avval shimolga, u yerdan sharqqa, oxirida janubga boraman. Qushlar bilan tang uchib ketadigansizda? Shundaq. Qushlar bilan tang. Biroq inson qushdek erkin bo'la olsa kashki. Balliq vaqtlarimdan tortibla boshqalarning safarga chiqmoqchi ekanligini o'ylasam yoki birovni safarga uzatsam ko'nglim yerim bo'ladi. Jamoliddin kamning so'zlari ko'nglimdagi oshu tuyg'ularni uyg'otdi. Shundaq. U hamma sirni o'zi bilan birga aytdi. Men tal bilgan hayotimning bir qismiga aylangan u sirlar yiroq, notunish sharlar. Notunish gugum saharlar qo'yniga singib g'oyib bo'ladi. Jamoliddin kam ketdi. Men bilan telefonda xo'shlashdi. Mening o'zitib chiqish to'g'risidagi talabimni qat'iy rad qildi. Oktyabr oylarida men uning uyi oldidagi qor yog'ochlikda lapildab uchayotgan qor yog'och yaproqlari orasida uzoq turdim. Mahkam etilgan derazalarga qarab o'tib, ushtim tut, deraza pardasining heliqi burjikining bilinmas ko'tarilib turganligini ko'rib qoldim. Men xushalligimdan usul o'ynab ketganda tas qoldim. Ammo o'zimni besib olib, qayta sinchilab qarag'animda pardaning orqasi qop-quruq bo'shliq ekanligini his qildim. Lapildab qor yig'ib pishivirgan ushqirtayotgan kunlardimi men o'sha uyning oldiga keldim. Uyda yanala hayotlikdan asar yo'q edi. Faqat heliqi pardaning bir burchagi bilinmas ko'tarilib turardi. Demak, kimdir biri doim o'sha burjakdan sirtqa qaragan. Kimdir birini xufiyani kutgan. Oxir hatto pardani tushirishni unutgan. Shirin bir titrak vujudimni siypab o'tdi. Bir pasga sirliq tuyg'ularga asir bo'lib o'zimni yo'qotdim. Ammo aqlim endi bu yerga kelavermaslikka, quruq xiyollardan odojudo bo'lishga undaydi.
Men shoxlarini qalin qor bosgan bir tup qor yog'ishni kuchab erg'itdim va bo'yinlarimdagi lazzatli sovuqni his qildim. Shundoq. Toki taqdir meni boshlab kelmaguncha bu yerga endi kelmasligim kerak. Men yangi yoqqan qorda boya o'zim qoldirgan izimni bo'ylab kaynimga yondim. Men bosh uchi yo'q xiyollardan qutulish uchun yana o'yin tomoshaga berilib ketdim. İdarada tangtishlarim, tunish bilishlarim orasida o'ltirish, tansa va to'ylar meningsiz qizimaydi. Men tansa o'ynab o'tib, qizlarning ko'ziga qarab, "Siz nima degan go'zal-a?" deydim. Qizlar xushalligini kuchab yoshirib, "Siz mast bo'lib qolibsiz" deyishatdi. Men bo'lsam, "Sizni ko'rib mast bo'lib qoldim. Go'zalligingiz meni aql o'shimdan ayirdi" deydim. Ularning chochlari, avrishim ballari ilgirgideklar meni o'ziga maftun qilatdi. Ba'zilari mening tahrir bilimida ishlaydiganligimni bilgandan keyin shu kunlarda toza dang chiqarayotgan bir shoir yoki yozuvchining nomini tilga elib, "Men palonning asrini shu qadar suyib o'qiyman" deydi. Yoki bir katta asar to'g'risidagi chalabul ta'sirotini zo'r qilib so'zlashga boshlaydi. Shunga sirtidan o'zim yoqtirgan bir qiz bilan tanishib qolsam, ilohim adabiyot haqida gap qilib salmag'aydi deb tilakdim. Ammo har qanday qiz bilan uchrashishim 3 qatimdan oshmaydi. Hey Subat, sen vafosizga qizlar nemunchimi amroqdi? Bechora qizlarni azoblaganning qisosini tatib qolasizmikin Subatjon? Deyishatdi ishxonadagi qizlar. Nijat meni izlab kelgan qizlarga tilab beradi. Qizlarmi uning so'zlarini menga eqitmay temitmay yetkazadi. Men qizlarning oldida o'zimni oqlamaydim. Nijatning aytganlari rost deb kulib qo'yatdim. Bu gaplarni uning yuziga silibmi yurmaydim. Ilgirgideklar uning bilan birga ko'cha o'ynatdim. Aroq ichishatdim. Aroq ichib olib, yana uning oldida lab atatdim. Shu kunlarda idoramizda yangidan bir qiz paydo bo'lib qoldi. Kishilar uni Ishkirdagi qaysi bir oliy maktabni bitkizgan ekan. Tabiban sohasiga o'rilish olmag'achqa ilojsiz bo'yaga kapti deyishdi. Egiz bo'y, quyuq qora sochlari yelkasida silinib turdigan. Mag'rur kelgan bu qizni ko'rganlar menga "Subat, sana toza loyiq keldigan bir qiz kapti, biroq turqi bak shoshta qiladi. Qani, uni bo'ysundira olamsan-kin" deb chaqchaq qilishdi. Qiz haqiqatan mag'rur edi. Mag'rurlangudek o'zgacha taqi turqi, rangi ruxsarimi bor edi. Uning bilan tanishib, rasmlarga mutatib ulgurgan Nijat bir kuni hayajonlanib so'zlab ketdi. "Pa, karomat bir qizgan adash. O'zini tutishlari, gap so'zlarining o'tkirligini demayli qo'yay. Chaqchaqlari jonni oldikanda kasofatning. Ayoling bo'lsa shundoq bo'lsa. Hey." Nijat oqshimi kuldani o'rin ko'rtisining ustiga elib olib, tamakini kayni-kayndan ulab chekib o'ltirib ketdi. Yotgandan keyinmi uzoqcha uloq kichiktinib, uyon-buyon o'rilib uxlay olmadi. U ilgirimi pat-patda oshiq bo'lib qoladi. Qaraganda bu qatimki oshiqligi boshqachadek qiladi. Nijatning ta'siridamikin menmo kechacha g'alay tushishlarni ko'rib chiqibdiman. Chochlari uzun, sirliq bir qizni qo'g'lishib, egiz ham tik palampaylardan chiqib ketyapman. Palampay bosqichlari hech tugar emas. G'oyibona bir ishonch bilan tirishib yuqoriga o'rlayapman. Yuqorida qandoqdir bir yerda u meni kutib turdi deb ishonaman. Oxirgi kuchimni ishqa silib yuqoriga yamishayotganimda Nijat mo'ramni tutib uyg'otibdi. "Subat, hey Subat, o'rningdan tur, ishqa ketishib qolsan." Ko'zimni ichib, uningga bir hozir chakchiyib qarab ketdim. Burnimga atir so'pining va ximiylik chosh yelimining purqi ko'ppida urildi. U bugun chechini shundoq chiroyli taravapti. To'ylarga borganda kiydigan ativorliq ko'ngligini kiyib, suvsirangli galostik taqapti. Uning oqshomgi gaplarini esimga elib kulimsirdim. Rahatlanib bir kerilib yotgandan sakrab turdim. Paltosini kiyib chiqib ketayotgan Nijatga "Choy ichmamsan?" desam, u ko'zini mendan ittik ep qochdi. "Ishkim yo'q." Nijat bayqushni uyqudimmi, g'izodimmi bidor qilib qo'ygudek, nima karomati borkina u qizning. Men u qizni to'laroq ishqi berib kelguncha idorning ichidagi yo'llarda, palampayda, ba'zida idora oshxonasida uchirtatdim. Ilgaridan tortib qizlar tamoqini oshxonada yemay yotqiga akitadigan bir odat bor edi. Ammo u tamoqini oshxonada yigitlar bilan chaqchaqlashib o'ltirib yeyaveradi. U kiyimni ajoyib qamlashtirib kiyatdi.
Bir kuni u egiz qo'nchilik o'tuk, kalta xurum palto kiygan. Chochlari to'zg'ib turgan holatni ko'rsam, atisi uzun, tor palto kiyib, chochlarini orqasiga egiz turib olgan, so'zunchoq yuzi va oppoq peshonasiga muloyimlik soy tashlab turgan holatni ko'ratdim. Qor lapildab yig'iyotgan bir kuni ballari inchga, tulki yoqiliq palto va tulki tumoq bilan ko'rib, o'zimni xuddi Sibiriyaga berib qolgandek his qildim. Bir xizmatdishimizning to'ychida uning bilan 2 qatim tansi o'ynab, uni men uchratgan qizlardan haqiqatan o'zgachikan deb qoldim. Bu o'zgachilik uning vujudidan tarqalib turadigan so'z atir purqida, yosinishida o'zini erkin tutishi va gap so'zlarida ro'shan ifodalanib turadi. Uning masalalarga qarshi boshqacha o'tkir va zamonaviy edi. Ba'zi qarashlarimizning shunchalik bir yerdan chiqib qolganliklariga har ikkilimiz hayron qoldik. Millatimizning yoshlari ichidan sizdek bir yigitni uchirtib qalaman deb asla o'ylamagandim. Meningcha, ularning mutlaq ko'p qismi bekli esil, dedi u. Uning keyingi so'zi menga yoqmagan bo'lsa-mu, meni maqtashdan xushal bo'ldim. Ba'zi qizlar ashundoq yengillik bilan so'zlab qo'ydi. Bu ularning mohiyati bo'lishi natoyin deb o'yladim. Ham menga chandurmay ko'k chaqchaq orasida uningga bo'lgan mohiyligimni portib qo'ydim. Keyin u boshqalar bilan tansi o'ynayotgan chaqlarda menga bir necha qatim burilib qaradi. Men bilan tansi o'ynayotgan qizlarga ko'zining qirida sap soldi. Bog'lashimanki, tansi oyoqlashguncha men uning ko'nglini utib bo'ldim. Garchi kechichi Faridani o'ylab chiqqan bo'lsam-mu, ertasidan boshlab hakavur, sovuqqon rol oldim. Yo'llarda palampayda uni uchratsam, uning bilan odatdagcha salomlashib, aldirash o'tib ketardim. Go'yo o'tirimizda hech qanday alohida ish yuz bermagandek, yoki kallamni band qilib olgan texmi muhim ishlar bilan oqshomgi kichikgina qistirmani tamoman unutib ketgandek, uning qizg'in tabassum bilan qarashlarini parvosiz qoldiratdim. Bu kichikgina hiyla bekorga ketmadi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumliqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Yo'qolib ketayli deb qolgan millatingizning bechora tiligini nimacha eslab olasiz? Uningdan sizga nima foyda kelar? Bizni dunyodan ayirib qaloqlikqa mahkum qilayotgan oshtil emasmi? Go'daklarcha xom xiyollarni, mas'uliyatsiz qaramliqlarni, quruq gaplarni tashlash, an'anaviy hayot qonuniyatlariga va barliq pastkash, chakini falsafalarga taslim bo'lish deganlik. Bo'lmasa, sana talmirib turgan bolalarini qandoq boqasan? Turqingizdan qarsam, xeyli o'g'il bola deb qilasiz. Rost o'g'il bola bo'lsangiz, deb qilinglar. Sizlarda o'g'ilingizlarni nima qilmoqchi? O'limchiga akatmoqchimi yoki ko'nglingizni xush qilib tashlab ketmoqchimi? Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Ertadagi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xush. 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 Xush.